Xullas, boshida 66 mingcha berasizda, qolganini tayyor bo'lguncha. Bu Yunusobod shahridan, xullas Shahriston mahallada faxrimiz bo'lgan teleminoramizni yonida shunday bo'lgan joyi aytyapman. 186 kvadrat umumiy 4 tala etapi, tepasi terrasa, birinchi, ikkinchi etaj, tegi yaxlit podvolli uyda mana shu uyni bitirib bergandan keyin, masalan, qolganini bersangiz bo'lar ekan. Uyga kirdinglar, mana podvol. Bu birinchi etaji. Podvoli yaxlit tushganiga ko'rasizlar. Hop, ikkinchi etaji. Bu uchinchi etapi, bu yerda yaxlit terrasasi. 4 etapli uy. Orqa hovlisi, bu birinchi etaji. Hop, agar naqd beradigan bo'lsangiz 95 ming deyishyapti. Yana kelishtirib so'rasanglar ham bo'lar ekan ko'chalari. Buni ichida agar naqd beradigan bo'lsanglar, hozir mana shu ichidagi перегородкаlarni urib berishadi. Lekin o'zi shu dogovor ichida fasadlari hammasi, terrasalari hammasi tayyor qilib berishadi. Ichkarisidan tashqari. Past raqamlarni qoldirib ketamiz, telefon qilib so'rab ko'ringlar. Yaxshi variant. Chunki yana nimadirlarini qilib berishligi ham mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana ovorasizlar. Yaxshi variant ekan, bir-biringizga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.